Tak, assalomu alaykum. 25-may. Keling, qo'rqmang, ikkalamiz esdalikka. Tak, hozir texnik smenani ko'rsataman. Mashina tortayotganda mashinani chaynamaslik uchun nima qilishligini ko'rsataman. Ramka qoqayotgan, sizlar uchun manfaatli bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni beramiz. Bekiz olib turing, men texnik smenani ko'rsataman. Timer ketyaptimi? Tak. Demak, mana bu ari slabi. Matkasini ham topib olishimiz kerak. Bitta mana. Tak, yo'q, men fahm. Mana ustida ko'k rangi qolgan ozgina. Bu 2024-yil rangi. Matka kichkina bo'lib qolgan, yurishi ham neto. Tuxumi juda kam qo'yapti. Men buni matkasi bormi yo'qmi deb qidirganimdan so'ng, mana bu yerda bitta yangi matka chiqazgan ekan bular. Yangi matka bir dona chiqazibdi, TX smena deyiladi buni, qarang. Ya'ni ona ari qariganda uni almashtirish uchun. Mana demak yangi ona ari chiqazilgan, hali bu urchimagan, qisir hali yuribdi. Bu mana bundan chiqqan, hozir men ko'rsataman. Mana bu matchingdan tug'ilgan mana. Mana bundan tug'ilibdi. Demak bu juda sifati baland matka hisoblanadi. Shu usul bilan bu 1 2 3 4 5 5-6 ramka ari matka qari bo'lganligi uchun TX smeni, ya'ni qarib qolgan, o'limi yaqinlashgan ona arining o'rniga yangi ona ari chiqazish deyiladi. Bu eng sifatli matkalardan biri hisoblanadi TX smeni. Bu ro'y emas. Hozir bu oilada ikkita ari yuradi. Yosh urug'i kirmagani yuradi, qari matka yuradi. Yosh tug'ilib, yurib, urchish muddati kelgandan keyin borib dalada svidaniya qilib, urchib, erkaklar bilan uchrashib kelgandan keyin qaytib keladi. Shu yerda ham yuraveradi ikkita ona ari. Yosh ona ari tuxumga kiradi. Uni tuxum quyishi, qaridan ko'ra yaxshiligiga ishonch hosil qilgan arilar keyin qari arini yo o'ldiraveradi, yo qari arini o'zi ish qilib u fanda noma'lum qari ona ari yo'qoladi. Uni yo'qotishsa kerak menimcha. Xo'p. Shu usul bilan demak bular bemalol ikkita ona ari bitta yashikda yashab yurishi bu TX smena holatida yuz beradi. Ana endi hozir 25-may, 1-iyun bu ro'y sezoni bo'lganligi uchun ro'yga qarshi kurashish kerak. Ro'yga qarshi kurashishning usullari ko'p. Ulardan bittasi mashina qo'yish ham ro'yni oldini olish vazifasini bajaradi. Ikkinchidan mashina qo'yish, ramkalar fondini ko'paytirish kerak. Mashinani to'qqandan keyin ramkalar oq bo'ladi. Oq ramkalarda govdasi katta va sog'lom farzandlar tug'iladi. Shuning uchun mashina tortirish kerak. Lekin mashinani tortayotganda ko'p holatda mashinani yuravering. Mashinani chegini mundoq qilib kesib tashlaydi. Dumalab ketmaydi orqaga. Hozir men ko'rsataman sizlarga. Mana bekam demak pistoletda mana ramkalarni qoqyaptilar. Kompressorni qo'yib olganlar. Mana bu bilan mashina qilib qilib 3, ya'ni 3 uzunligidagi anaqani qoqadi mixini. Shuna qilib mana ramkalarni qoqyaptilar. Normalniy qilib. Mana ikkita bu yoq qolib ketibdi, ikkita qoqilmagan. Yo'q. Ikkita tepasi, ikkita yoni, ikkita mamlaqasiga qoqiladi. Mana yonda qoqilmagan joyini ham qoqib ko'rsataman. Mana bitta qoqdim. Bu yon boshdan qoqmasangiz ertaga buni qoqayotganda arini bor, mana bu yonidagi ushiydi-da, tushib ketishini. Shuna qilib mustahkam bo'ladi. Endi mashinaga qaytamiz. Qanaqa qilib mashinada chaynamaslik uchun nima qilish kerak? Ko'p holatda ko'pchilik mashinani qo'yganimizda mana bu simini mundoq kemirib tashlaydi. Mana buni ham mundoq kemiradi-da. Ba'zan mana buni to'liq kemirib tashlaydi. Keyin mana bu pastga yerga tushib qoladi. Mana bu ham mundoq kemirib tashlaydi, yarim mundoq egilib qoladi. Mana bu ham kemirib ketishi mumkin. Mana buni ham ozgina kemirishi mumkin. Bu nimadan hosil bo'ladi? Bu birinchi navbatda hali mashina qo'yishga arini sostoyaniyasi va daladagi ajratilayotgan shira, ya'ni shira kelishi va mashinaga muhtojligi kamligida hosil bo'ladi. Lekin biza ularni har doim qo'yganimizda arini holatini to'liq aniqlay olmaymiz, dalani sostoyaniyasini, holatini, shira kelishini bila olmaymiz. Chunki yomg'irlar yog'ib qolishi mumkin, sovuq tushishi mumkin. Shu holatda mashinamizni buzib tashlamaslik uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda mashinani ramkani burchagidan burchagiga yopishtirasiz. Mana taxtasidan taxtasigacha yopishtirasiz. Mashinani ustiga qo'yib pichoq bilan kesasiz.
Mana o'shanda bular mashinada ayb yo'q. Aralar, simni, u metal ustida yog'i bo'lishi mumkin. Sim, ya'ni temir narsa ularga begona narsa bo'lganligi uchun temir musor deb o'ylaydi va o'sha temirni kemirib ajratib olib ko'chaga olib chiqib tashlayman deydi. Ozgina kemiradi, chiqmaydi, ozgina kemiradi, chiqmaydi, ozgina kemiradi, chiqmaydi, ozgina kemirib temirni olib chiqib tashlayman deb kemirib mashinani yarmini pastga ag'darib oladi. Shuning uchun bular kemirishni boshlaydigan joy topib olish kerak. Lekin bular chekka yopishganligi uchun mana bu yerdan kemirib ketmaydi o'rtadan. Agar o'rtasi yopishmay qolgan bo'lsa, sim. Bu yoqqa olib keling. Mana shu sim mashinaning ichiga cho'kkan bo'lishi kerak. Mana erib yopishib qolgan ko'rayotgan bo'lsangiz. Erib qolgan, erib mana erib qolgan. Mana shunda bular buni kemira olmaydi. Mashinani agar mana bundoq to'qsa sal uzoqroq ko'rsating. Mana bu o'rtadan to'qishni boshlaydi, mana bunaqa qaragan to'qishni boshlaydi. Yarmigacha to'xtab, yarmiga kuchi yetmasa ham mashinangiz butun turadi. Shuning uchun endi xo'sh mashinam ramkani mana bundoq qiyshiq bo'ladi ba'zan. Yoki mashina kaltalik qiladi. Mana hozir bitta kalta mashinani ko'rsataman. Mana misol uchun menda bitta pashka kelib qopti. O'zi kesilgan, 39 kesilgan, mana yog'ochga yetib kelmagan. Nima qilamiz uni? O'sha simni, yalang'och bo'lib qolgan simni ikki tarafidan mana bunaqa mashina bilan siqib chiqasiz mana bunaqasiga. Mana bu yorilgan. Mana mashina qilib simni yashirib chiqish kerak. Simni yashirganingizdan keyin bu tarafi yopishgan. Asnonoy pastdan 1, 2, 3ni 100% mamla qilishingiz kerak. Ham tepadagilarni tezroq tuqqanda tepani to'qib oladi. Ba'zan bularni ham qilishga to'g'ri keladi. Slabi bo'lsa. Mana shu usul bilan simni yashirsangizgina kesib tashlamasdan to'qiydi. Mana shu narsalarni inobatga olishingiz kerak. Mana hozir men bir pachka kecha yopishtirdim, bugun bir pachkani boshladim. Mana bu Irvadon izatlagan bilan gaplashdim. Sizniki sal mashinangiz kaltaroq ekan-ku dedim. Bizlar 39 qilib kesganmiz. Xohlasangiz 39,5 qilib uni nastroykasini shunda quloqni burab qo'yamiz, 1 sm qo'shamiz. Siz agar dedim, ariz yaxshi to'qiyotgan bo'lsa, bu mashinani to'qiydi dedim. Yo'q dedim. 100% emas, 100 ta qo'ysam baribir 5 ta 6 tasi yaxshi to'qimaydi va buni mana bunaqa chaynab tashlaydi dedim. Bo'ldi yaxyo, buni 1 sm qo'shaman dedi. Mana boshqa mashinalar ham bor, menda 3 ta 4 ta. Chekkasida mana shunaqa kusogini kesib tashab, keskanda ham ko'rayotgan bo'lsangiz mana silliq qilib kesmayapman mana. O'rtasi semizroq, mana bu uchi ingichkaroq. Ya'ni ramkani mana bu egilganiga moslab kesganmizga, shtobi 100% bu chekkasi yopishi kerak. Shu usul bilan nima qilsangiz bo'ladi. Mana bunaqa g'irg'irak bu yaxshi narsa. Mana shundoq bilan bundoq siqib dir tortasiz, mana bu simini dir qilib tortasiz. Buni valni qiladi, mana dir valni qiladi-da. Natijada simingiz tarang bo'ladi mana. Dutori anaqasi. Bu hozir tarang emas mana ko'rasizlar. Tarang bo'lsa osilib qolmaydi mashina. Shu narsalarni aytib qo'yishim kerak edi. Tak, bu videoni demak YouTube'ga ham joylashtiraman va platniy darsimizdagi shogirdlar, do'stlarimizga ham joylashtiraman. Mayli, YouTube'da ham ko'pchilik ko'rishadi, ularga ham foydali bo'lsin. Lekin zo'r foydali ma'lumotlarni baribir platniy darsda joylashtirib olamanki, yaxshilab pul to'lagan do'stlarimiz hayotga tatbiq qilishlari uchun. Yana bir narsa hozir esimga chiqib qoldi. 1-iyun holatida 4-5 kun qoldi. Sizni arizda necha dona rasplodligi bu yili sizni qancha asal olishingizga bog'liq bo'ladi. Videomiz davomi. Men buni yana bir obzor qilib qo'yay. Bu demak mana uchradi yoqiladi, ichida anaqasi bor, transformatori bor, ko'rgan bo'lsanglar. Bu UPS degan apparat bor, svet uchganda kompyuter ushlab turadigan og'irgina. Bu demak bemalol 12 volt, bilmayman 5 voltmi necha volt, lekin amperaji katta. Bemalol akkumulyatordan ham qizdiradi buni. Akkumulyatordan kuchli bu. Bu svet ishlaydi. Shunisi yaxshi, shu yerda ishlasa bo'ladi. Bu mana shu UPS bo'ladi. UPSni buzib olib borsanglar, ingichka provodlari vxod bo'ladi, semiz provodlari выход bo'ladi, ya'ni chiqish bo'ladi. O'sha chiqishda ham 3 xil volt beradi. Siz kattaroq voltini mana bunday ulab o'zingiz uchun olib chiqib olsangiz, sizga juda yaxshi ish beradi mana shu narsa. Faqat UPS ichida bor bunaqa katta transformator.
yoki mikrovolnoviy pechda ham bor shunaqa katta transformator. Shular bilan uzilarga yasab qo'ysanglar bo'ladi. Tak arilarni to'qib olib chiqib ketdik. Butlarni o'tini o'rmadik. Shlaka blok bo'lganligi uchun o'tlar baland bo'lib, bunaqa arilarni og'zini yopib qo'ymadi mana bularga o'xshab. Shuning uchun bosib tashladik. Endi bir kuni kashilkada chiroyli qilib tekislab o'rab qo'yamiz. Mana kechagi shamollarda ham daraxt sinib ketdi. Shoxlari sinib tushdi, mana tozaladik. Aytmoqchi bo'lganim, bu yaqiniga olib keldim gapdan burab. Mana bu matkalarimizdan, karnikalardan где-то bir 30 ta 40 ta, 50 tami, balkim 100 ta chiqar. Sotuvda bor, 140 mingdan sotganman. O'shalardan urug'ga kirganlari bor. Ichida karpatlari ham bor. Olib tiraqqa bo'lgan, chiqoq bo'lgan, slabi bo'lgan matkalarni almashtirib qo'ysanglar, xudo xolasa medazbordan keyin ham qishki arilarni yaxshi tayyorgarlik qildirib, yaxshi yetishtirib, keyingi yilgi eng передовой arilardan bo'ladi. Bitta ro'ycha chiqdi, o'sha ro'ychani men olib mamga qamadim. Ichida matka ko'p ekan, ular razborkasi juda ko'p cho'zilib ketishdi. Shu bilan men bitta tepadan oldim, yana tepada o'tiribdi bu. Yerga tushirdim. Yana men g'ijillayapti. Ichida demak matka bor. Shu ro'yni ichida matkasi ko'pligi menga jonimga tegyapti. Ko'p bo'lsa ular ko'p razborka qilar ekanda, ikkita uchta joyga o'tirib oladi matka ko'p bo'lsa. Bittasini qoldirsangiz o'sha yoqqa to'planadi. E'tiborlar uchun rahmat.